sug'urta faqat pul olishni biladi. Siz ham shu fikrdamisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Nima demoqchiman? Ko'pchilik mana shunaqa fikrda yuradi. Nima uchun shunaqa fikrga kelib qolganmiz? Yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Biz borib sug'urtaga murojaat qilmasak, sug'urtada o'tirganlar bilmaydi. Biz yo'l transport hodisasiga uchraganimiz haqidagi ma'lumotni. Endi o'ylab ko'ring. Yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi, sug'urta ishlamayapti, to'lamayapti, kelmayapti deb o'tiribsiz. Yo'q, bu sug'urta sizning huquqingiz. Huquqingizdan xohlang foydalaning, xohlang foydalanmang. Endi huquqdan foydalanish uchun majburiyatlaringizni bajarib qo'yishingiz kerak. Shuni ham inobatga oling. Ya'niki, yo'l transport hodisasi sodir qilayotgan vaqtingizda sizni ehtiyotsizligingiz oqibatida bo'lish kerak. Bu ataylab borib bittasini urgan paytingizda to'lamaydi sug'urta. Ichib olib borib ursangiz to'lamaydi. Yoki bo'lmasa tezlik 70 degan belgilangan, 60 degan belgilangan, siz ketyapsiz 100 da borib uryapsizmi? Sug'urta to'lamaydi. Bu nima? Bu majburiyat. Siz majburiyatni to'liq bajardingiz, sug'urta to'liq to'lab beradi. Faqat borib so'rash qoldi sizdan. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring.